bog'chada olgan tarbiyasini, misol uchun bola ketayotganida biz ota-onalar bilan gaplashamiz. Ota-onalar bilan gaplashganimizda qanaqa? Bugungi kunida bola o'zini qanaqa tutdi, qanaqa axloq odoblarni o'rgandik, shu haqida ota-onalarga tushuncha berib boramiz. Ana endi shu tushunchalarni mustahkamlashimiz uchun biza ota-onalarga aytamiz. Biza bog'chada shuni o'tdik, iltimos uyda yana shuni qaytarsak, takrorlasak. Ana o'shanda biza o'ylagan anaqamizga yetishimiz mumkin. Nima deydi? Qo'ygan maqsadimizga yetishimiz mumkin. Tushuntira oldim? Misol uchun salom berish odobini aytsak, assalomu alaykum. O'ng qo'limiz ko'ksimizda. Chunki bola birinchi kelganda unaqa salom berish bo'lmayapti. Faqat qo'l berib salomlashish odobi bor. Ko'chada. Lekin qanaqa? O'ng qo'limiz ko'ksimizga qo'yib salom berish odobini o'rgatish. Kirib kelganda ham, uyiga mehmon kelganda ham faqat shuni takrorlatib tursak, yaxshi bo'ladi. Bu narsa odat shakliga kiradi. Odat shakliga kiradi.